Assalomu alaykum aziz vatandoshlarimiz. Omonmisizlarmi, tinchmisizlarmi? Yaxshi damlarda oldinglarmi? Mana bugun 2026-yil 22-avgust Andijon avtomobil bozoridamiz. Munduzda shanba kunlikda. Shanba kunlik bo'lishiga qaramasdan aziz vatandoshlar, odam bor, ancha-muncha odam bor. Lekin narx-navolar unaqa qimillab ketgan yo'q. Narx-navolar shu tushgan holatda turibdi hozircha. Kimgadir pul zarur bo'lsa, o'ta ham arzon ham berib chiqib ketyapti. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Bugungi bozorimizda hozir sizlarga ko'rsataman. Hozirgi bo'layotgan savdolarni ko'rsataman. Mana shu Gentra'miz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 170 ming kilometr yo'l bosib o'tgan. Kraskasi, bitta petnochasi bor. Avtomat korobka, gazlari bor. Hozir shu damda turgan bolalar $7,800 pul beryapti. $7,800 beryapti. Sotuvchi 8,000 ga bo'lsa oling aka deyapti. Balonlari holatlari yaxshi ekan. Endi o'zimizning bog'imizda 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz bor. Mana bosib o'tgan kilometri 231 ming kilometr, lekin motori, korobka, hadovoylari juda ham go'zal holatda. Kraskasi mana shu shopirning eshigida 20 ga 20 petnosi bor. Keyin orqa krilosda yengil bor, yarim qismidamikin shu eshikka jinni ilash qo'ygan joyi bor. Ammo yurish-turish hamma yo'g'i zo'r. Aziz vatandoshlar, hozir telefon qilganlarga $7,500 dan yana o'tib beraman inshaalloh. Telefon qilaverasizlar 90lik 217 30 77 93lik 577 76 79 telefon qilinglar. Akalarim, ukalarim telefon qilinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Telefon qilsanglar, xudo xolasa savdosini kelishaveramiz. Boshqa yurtlarda, musofir yurtlarda mana qaytaman uyga, qaytishimga bitta mashina olaman, xudo xolasa manaqasidan deb, agar siz razmeringiz to'g'ri kelib qolsa, telefon qilsangiz, bir og'iz telefon qilib, uyingizga borib, dokumentini qilib, nomingizga hamma yo'qni dokument qilib, uyingizga olib borib, uyingizdan pulingizni olib kelaveramiz, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar aziz vatandoshlar. Mana gapimiz isboti, mana ko'rib turasizlar, odamlar shanba kun bo'lishiga qaramasdan ko'p odam bozorda, juda ko'p odam yuribdi mana. Bozorda odam juda ko'p, olarmonlar juda ko'p. Lekin olarmonlar juda ko'p bo'lishiga qaramasdan narx-navolar qimillagani yo'q. Narx-navo qimillagani yo'q. Past holatda turibdi. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar aziz vatandoshlar. Sizlarga xizmat qilsak xursand bo'lamiz. Sizlardan yana bir bor iltimos qilamiz, like bosib, kanalimizga qo'shilib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun juda ko'p yangiliklarni qilib turamiz inshaalloh. Omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Allohning panohida bo'linglar.